Munosabat man to'g'risi juda ko'p o'rganib chiqqanman, juda ko'p menga odamlar yozishadi. Krizis desa ham bo'ladi. Odam bitta korobkani ichiga tushib qolgandek bo'ladi. Yaxshi ko'rib qolsa majnun bo'lib qoladi, detskiyroq bo'lib qoladi. Shuni analiz qilsangiz bo'ladi. Mana misol uchun aytaylik, yaxshi ko'rib qoldingizda, bir 2-3 yildan keyin SMS-lashganingiz bitta ko'ring, cringe tuyuladi. G'alati tuyuladi, detskiyroq tuyuladi. Chunki odam yaxshi ko'rib qolsa, korobkani ichiga kirib qoladi-da. Vashshi qiyin-da u insonga. U ilm u yoqda tursin, tomog'idan ham ovqat o'tmaydi. Endi tasavvur qiling, siz bitta odamni shunchalik bog'lanib qolyapsiz-da, uni kuni qanaqa o'tsa, sizniki ham shunaqa o'tadi. Men mana shunga javob beraman. Настроенияsi yo'q bo'lsa, sizga ham kayfiyatingiz yo'q, sizga ham ta'sir qiladi va hokazo. Endi siz tasavvur qiling, ilm o'qiyapsiz-da va отношениядasiz. Qanaqa odam o'tirib ilm o'qishi mumkin? Endi tasavvur qiling, imtihon